Assalamu alaykum hürmetli savaqdaşlar. Tayyiba dersxonamizga hoş geldinglar. Biz bugün fiqhi dersimizning ikkinchi darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda fiqhi atalg'ular haqida so'zlagan. Ya'ni bizningki ibodat fiqhisiga aloqador bo'lgan, bundan keyin bizga ko'p uchraydigan bir qism fiqhi atalg'ular bilan turishib chiqqan edik. Endi biz bugün rasmiy ibodat fiqhi darsimizning ichiga kiramiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda fiqhini asosiy cho'ng 3 qismga bo'lib tushuntirgan edik. Ular qaysi? Birincisi ibodat qismi, ikkinchisi muomalat qismi, uchinchisi uqubat qismi deb. Undan keyin ibodat qismi o'z ichiga olgan mazmunlar qaysi? Birinchidan namoz, ikkinchidan ro'za ahkomlari, zakat ahkomlari, haj ahkomlari va jihad ahkomlaridan iborat mushu 5 babni o'z ichiga oldi degan edik. Endi biz bugün bu 5 babning birincisi olgan namoz bobidan boshlaymiz. Unda bo'lsa, diqqatinglar darsimizda bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. As-salat, namoz. Namoz degan nima desak, lug'at jihatda namoz, ya'ni as-salat duo degan ma'noda. Salat degan bu so'z arab tilidagi ma'nosi duo degan ma'noda. Ammo shariatdagi turoqliq kasbiy atalg'usi nima degan vaqtimizda namoz deganimiz hiya aqwalun va af'alun maxsusa muftatihatun bit takbir, muhtatimatun bit taslim. Namoz takbir bilan boshlanadigan va salom bilan oxirlashadigan xususiy so'z va harakatlar. O qaysi so'zlar, qaysi harakatlar biz buni tuanda turlarga bo'lib so'zlaymiz. Unda bo'lsa namozningki shartlari bor. Ya'ni namozdan ilgari namozning vujudga chiqishi uchun shart bo'lgan ishlar bor. Biz shartning tunishtirishini ilgirki soatlik darsimizda o'rganib bo'ldik. Uning ruknlari bor. Ya'ni namozningki namoz bo'lishi uchun bo'lmasa bo'lmaydigan ruknlari bor. Vajibatlari bor. Ya'ni qilishga tegishlik, ammo qilmasa sajda sahvi qilish orqali to'liqliqlar bo'ladigan qilishga tegishlik hukmlari bor. Sünnetlari bor. Qilsa savob bo'ladigan, qilmasa fazilat jihatda namozning savobi tuvallaydigan, ammo namoz ado bo'ladigan ishlar bor. Namozning makruhatlari bor. Namozni qilish yomon ko'riladigan ishlar. Namozning mubtilotlari bor. Ya'ni namozning ichida yuz berib qolsa, namozni buzib o'tadigan ishlar bor. Undan keyin namozning turlari bor. Har xil namozlar bor. Jinoz namozi bor, hayit namozi bor, juma namozi bor. Bular bilan tunishib chiqamiz. Undan keyin namozdagi xatolik. Bu haqda tunishib chiqamiz. Demak, bizning bu namoz bobida o'rganadigan mazmunimiz namozning shartlari va namozning arkonlari, namozning vajibatlari, namozning sunnatlari, makruhatlari, mubtilat, buzg'uvchi omillar, namozning turlari va namozdagi xatoliklardan iborat mushu mazmunlarni o'rganamiz. Unda bo'lsa biz 5dan kelaylik. Namozning shartlari. Shurutus salat. Biz shartning nima ekanligini birinchi darsimizda o'rganib bo'lgan. Qisqacha eslab o'tsak, shart deganimiz bir narsaning bo'lishi uchun, ya'ni vujudga chiqishi uchun bo'lmasa bo'lmaydigan, ammo shu narsaning sirtidagi narsa. Masalan, tahorat namozining nimasi? Sharti. Ammo tahorat namozining ichidami yoki sirtidami? Namozning sirtida. Bu shunga o'xshagan. Biz namozning shartini bundaq ikki turga bo'lib tushunamiz. Birinchisi namoz o'qiydigan odamning sharti, ikkinchisi namozning sharti. Namoz o'quvchiga munosabatsiz. Unda bo'lsa, namoz o'quvchining shartlari qaysi degan vaqtimizda shurutul musolli. Birincisi islom. Namoz o'qiydigan odam oldidan musulmon bo'lishi kerak. Musulmon bo'lmay kofirdan birisi islomga kirmay turib, shahodat kalimasi aytmay turib namoz o'qisa, uning namozi qabul bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Demak, islom namozningki, namoz o'quvchining nimasi? Sharti. Endi shart bunda ikki xil bo'ldi, qaranglar. Diqqat qilinglar. Birisi vojiblik sharti, vojib bo'lish sharti. Yana birisi to'g'ri bo'lish sharti. Masalan, islom qanday shart desak, ham to'g'ri bo'lish, ham vojib bo'lish sharti. Ya'ni musulmon bo'lmagan odamga namoz vojib bo'lamdi, bo'lmamdi? Vojib bo'lmaydi. Nimishqa?
oldi bilan uning vojib bo'lganini iymon aytish. Bizning Hanafiy mazhabda kofirga namoz vojib emas. Ammo iymon aytish vojib, iymon aytgandan keyin vojib bo'ladi. Ammo tashlaganlikqa jazosini tatamdi, jazosini tatadi. Ammo iymon aytishi shart. Iymon aytib bo'lgandan keyin vojib bo'ladi. Va to'g'ri bo'lish sharti. Ya'ni o'qib qolsa, agarda kofir namoz o'qib qolsa, to'g'rimi bo'lmaydi. Demak, islom ham vojib bo'lishining sharti, ham to'g'ri bo'lishining sharti. Buning tafsilotini yana tushunasizlar. Masalan, ikkinchisi aql. Aqlmi namoz o'quvchining sharti. Masalan, sarangdan birisi namoz o'qib qolsa, to'g'ri bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'lmaydi. Ammo sarangga namoz vojib bo'ladimi, bo'lmaydi? Vojibmi bo'lmaydi. Demak, unda bo'lsa aql ham to'g'ri bo'lish, ham vojib bo'lish sharti. Islomga o'xshash. Shunga biz buni deymiz, shuruti sihha va vujub. To'g'ri bo'lish va vojib bo'lish sharti. Undan keyin balog'atga yetish. Bumi namoz o'quvchining sharti. Bu vojib bo'lish shartimi yoki to'g'ri bo'lish shartimi degan vaqtimizda bu vojib bo'lish sharti. Ya'ni balog'atga yetmagan odamga namoz vojib bo'lmaydi. Ammo namoz o'qishchi to'g'ri bo'ladi. Masalan, balog'at etmagan kichik boladan birisi namoz o'qisa, namozi to'g'ri bo'ladi, ammo vojib emas. Tushundingmi? Demak, shart to'g'ri bo'lish sharti va vojib bo'lish sharti deb ikki xil. Masalan, aql ham to'g'ri bo'lish sharti. Ya'ni sarangdan birisi namoz o'qisa, to'g'ri bo'lmaydi. Namozi ado bo'lmaydi. Ham vojib bo'lish sharti. Sarangga namozmi vojib emas. Balog'atga yetishchi faqatla vojib bo'lish sharti. Ya'ni balog'atga yetmagan odamga namoz vojib bo'lmaydi. Ammo to'g'ri bo'lish shart emas. Ya'ni namoz o'qisa balog'atga yetmagan bola ado topadi. Nafligicha hisob bo'ladi. Shunga biz buni shart vujub deymiz. Undan keyin hayz va nifas bo'lmaslik ayol kishiga nisbatan. Bu hem to'g'riliq, hem vujublik sharti. Qanday desanglar, hayzlar ayol namoz o'qisa ado topmaydi. Savobmi berilmaydi. Hem vojib bo'lmaydi. Demak, hem shartu sihha, hem shartu vujub. Demak, namoz o'qishning qancha sharti bor ekan? 4 sharti bor. Undan keyin namozning sharti shu. Namoz o'quvchi munosabatsiz holatda qancha sharti bor? Namozning sharti 5 sharti bor. Birincisi tahorat. Tahorat ikki xil bo'ladi. Birincisi kiyimining pokiz bo'lishi, badanning pokiz bo'lishi va namoz o'qiydigan o'rning pokiz bo'lishi. Buni biz haqiqiy poklik deb ataymiz. Bu odamning badanida, kiyimida namoz o'qiydigan yerida bo'ladi. İkincisi hüküm cihetdeki pakizlik. Hüküm cihetdeki pakizlik. Endi hüküm cihetdeki pakizlik bu qulam mı pakiz, yani bedenim mi pakiz, kimim mi pakiz, namaz qo'ydiganim mi pakiz. Ammo mening nimam yo'q, tahoratim yo'q. Hüküm cihette uxuldim masalan. Yoki tahorat sundigan ishdan birisi bo'ldi. Mening bedenim pakiz, lekin hüküm cihetdeki tartibim yo'q. Yani yel kuvvetli masalan. Demek muşu cihetten taharet iki türlü bulundu. Birincisi hüküm cihetteki paklık yani taharet, yani birisi emeli taharet. Emeli taharet üç nersi qartılgan bulundu. Birisi bedenge, birisi namazda koyduğu ağrınğa, yani birisi kiyimge. Muşunun hemmesi şart. Yani hükmü taharet mi şart, hakiki taharet mi çoğu şart. İkincisi namazın vakti kirişi şart. Namazın doğru buluşu için namazın vakti kirişi şart. Vaktidan ilgili namaz okup koysak namaz ada tapmaydı. Hem to'g'ri bo'lmaydi. Undan keyin avratni yepish bu shart. Avratning doirasi qanchalik? Biz buni navbatda so'zlaymiz. Ya'ni bir odam avratini yapmay namoz o'qisa, masalan, ayol kishi boshliq namoz o'qisa, namozi to'g'ri bo'lmaydi. Ada tapmaydi. Undan keyin qaysi? Albatta qiblaga qarash. Bu shart. Bir odam qiblaga qaramay boshqa yoqqa qarab o'qisa, masalan, Beytul Muqaddas qarab namoz o'qisa, ada topamdi? Topmaydi. Ondan keyin niyat, maqsad qilish, namoz o'qishni maqsad qilish. Bir odam namoz o'qishni maqsad qilmay, namoz o'qiganda qilgan harakatlarning hammasini qilsa, namoz o'qigan bo'lmaydi. Cho'qim unda namoz o'qishni niyat qilish, maqsad qilish kerak. Demak, namoz o'quvchininki 4 sharti, namozninki 5 sharti bor.
Bu tushunishlik. Unda bo'lsa, tuanda namozninki 5 shartini bu yerga yozinglar. Undan keyin namoz o'quvchining 4 shartini bu o'ringa yozinglar. Endi biz namozning birinchi sharti bo'lgan tahorat haqida azroq to'xtalamiz. Biz tahoratni ikki turga bo'linadi. Qaysi? Birinchisi at-tahoratul hukmiyya. Hukm jihatdagi tahorat, masalan, tahoratsizlikdan tahorat verish. Tahoratsizlik, masalan, junub bo'lib qoldi. Tahorat yo'q deymiz. Bu hukm jihatdagi tahorat. Masalan, junubdan yulgan bo'lsa, hukm jihatda taratildi deymiz. İkincisi haqiqiy tahorat, ya'ni haqiqiy poklik. Bu at-taharatu minal khabath. Nijosatdan nima bo'lish? Pok bo'lish. Aslida tahorat deganning asli lug'at ma'nosi nima? Pokizlik degan gap. Shariatga nimasi shu desa, bu ikki turga ma'noda. Birisi izalatul hadath al-asghar wal akbar. Çoğun kichik tahoratsizlikni yo'qotish. Bu hukmiy jihatdagi tahorat bo'ladi. Va izalatul anjas anil thiyab wal ajsam wa amkinatus salat. Kiyim, badan va namoz o'qiydigan o'rindan najosatlarni yo'qotish bu nima bo'ladi? Haqiqiy jihatdagi tahorat bo'ladi. Ikkilisi namozning birinchi sharti. Endi at-taharatu minal hadas. Tahoratsizlikdan tahorat elish bu masalada, bu hukmda bunda bir qancha xil masala bor. Birinchisi mutatahhir, tahorat og'uchi. Bu tahorat og'uchi nima bo'lishi kerak? Buning shartlari qaysi desa, buning shartlari birinchisi aql. Ya'ni sarongga tahorat emas, vojib emas. Sarongga tahorat vojib emas. İkincisi islom. İkincisi islom. Ya'ni albatta kofirga namoz vojib bo'lmagan ekan, tahorat uchun vojib emas. Üçüncüsü tahorat og'uchi ayol kishi olsa, hayzdor olmaslik, nifosdor olmaslik kerak. To'rtinchisi balog'atga yetgan bo'lish kerak. O'xshashli bayatanga o'xshash, balog'atga yetish qanday sharti? Vojib bo'lish sharti. Balog'atga yetmagan odam tahorat olsa, kichik bola tahorat olsa, yana tahorati to'g'ri bo'ladi. Ammo uning tahorat olishi shart emas, vojib emas. Vojib emas. Demak, tahorat og'uchining tuandagidek 4 sharti bor. Ana balog'atga yetganligini qanday bilamiz? 3 xil ish bilan bilamiz. Birisi ehtilom. Ehtilom bo'ldi, u balog'atga yetdi deb hukm qilamiz. Yoki jinsiy a'zosiga va qo'ltiqiga ungan tuk qarab, uningki balog'atga yetganligini bekitamiz. Tuk ungan bo'lsa, balog'atga yetdi deymiz. Yoki 18 yosh. Bizning Hanafi mazhabida 18 yosh, boshqa jumhurlarning ko'z qarashida 15 yosh. Bunun ichidagi 3 xil ayrışın eng kuchligi ehtilom. Ehtilom bo'ldi ekan, boshqa ikkisiga qaramaymiz. Demak, balog'atga yetishmo tahorat og'uchininki sharti. Aning mutatahharun bih. Biz tahorat oldigan narsa. Bu qancha xil narsa bor? Tahorat oldigan 2 xil narsa bor. Birinchisi suv tartibimiz shunday-ku. Masalan, tahorat olganda va yunganda. Ikkinchisi tuproq. Qanaqa vaqtda? Tayammum qilgan vaqtimizda. Har ikkilisida tahorat og'ili bo'ladi. Undan keyin tahorat 2 xil bo'ladi. Birinchisi cho'ng tahorat shunday-ku, yana birisi kichik tahorat, sug'ra va kubra. Sug'ra deganimiz kichik tahorat, kubra deganimiz cho'ng tahorat, ya'ni g'usl qilish. Junub bo'lgan vaqtimizda yuyinadigan g'uslini ko'rsatadi. Unda bo'lsa, sizlar bir narsani ilk bilib olinglar. Tahorat degan vaqtimizda 2 narsani ko'rsatadi. Birinchisi hukmiy jihatdagi tahorat, yana birisi haqiqiy jihatdagi tahorat. Endi bu yerda deydi, at-taharatu minal hadath bi naw'ihi al-hadath al-akbar wal-asghar. Cho'ng va kichik tahoratsizlikdan tahorat elish bu fama naw'a hadihi at-tahara. Bu tahoratning turi nima? Bu hukmiy tahoratmi? Ya'ni kichik tahoratdan va junublikdan tahorat olgan bo'lsa bir odam, bu tahorat hukmiy bo'lamdi yoki haqiqiy tahorat bo'lamdi? Bu qaysi bo'lsa shuni turini aslida yozib baqinglar.
Unda o savaşdaşlar bizning bugungi dersimiz mush yerda oxirlashdi. Biz kelarki soatlik dersimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور